Gap yo'q. 30 ta odamni bugun mana shu ilovadan qutultirdik. Gap yo'q. Parvozga rahmat, Mo'minjon domla nomer eding. Bitta urinishda. Parvozda o'qidik, Mo'minjon domlaga alohida rahmat. Zo'r. Parvozda o'qidik, Mo'minjon domlaga katta rahmat. Zo'r. Parvozga rahmat, Mo'minjon ustozga alohida rahmat. Bitta urinishda. Parvozda o'qidik, Mo'minjon domlaga alohida rahmat. Zo'r. Bitta Parvozda urinishda. o'qidik, Ilyos domlaga katta rahmat. Zo'r. Parvoz top filialida o'qidik, Boburjon domlaga rahmat. Zo'r. Parvozda o'qidim, Mirzabek domlaga katta rahmat. Varzik filiali. Faridov nimada o'qidik? Parvozda Mirzabek domlaga katta rahmat. Zo'r. İlyos domla, Bobur domla legenda. Bittada. Parvozda o'qidik, Mirzabek domlaga rahmat. Zo'r. Parvozda o'qidik, Pop filiali Boburjon domlaga rahmat. Zo'r. Parvoz Pop filialida o'qidik, Boburjon domlaga. Pop filiali. Zo'r. Parvozda o'qidim, Mo'minjon domlaga rahmat. Yashini ko'rsatib qo'ying. Bitta urinishdami? Bitta urinishda. Parvozda o'qidim, Mo'minjon domlaga katta rahmat. Birinchi urinishda. Parvozda o'qidik, 20 urinishda. Kimda o'qidingiz? Mo'minjon domlaga. Gap yo'q. Zo'r. Parvoz avtomaktab vardiyalarida tahsil oldim. 20 dan 20 ta Yashini Mirzabek ko'rsatib rahmat. qo'ying. Zo'r. Amaliyat nazariyam bitta, Mo'minjon domlaga rahmat. Uylanish oson, pravo olish qiyin. Bravo olish qiyin. Gap yo'q. Pravo olish qiyin. Parvozda o'qidim, Mo'minjon domlaga rahmat. Parvoz avtomaktab Pop filialida o'qidim, Boburjon domlaga rahmat. 20 dan 20 ta. Salomat. Bittada bitta Bolani urinishda ko'rdim. o'tdik. Gap yo'q. Mo'minjon domlaga Parvoz o'quv markaziga rahmat. Hammada bittada hech qanaqa yiqilishlarsiz, qizil pechatsiz bugun o'tishdi. Hamma o'quvchilarimiz 30 nafar. 3-4 kishi ketib qolishdi, issiqga chidolmasdi. Issiq ham plus issiq bo'lyapti. Gap yo'q ham. Nimaga? Mo'min domla, Mirzabek domla, Bobur domlamiz yo'q turibdilar. Agar sizga ham xuddi shunaqa natija kerak bo'lsa, qizil pechatdasiz, bitta urinishda yashil pechatda o'tishni xohlasangiz, sizni Parvoz avtomaktabida kutib qolamiz. Atigi boshlanish 1 million so'm to'liq qilib turib o'qishni boshlasangiz bo'ladi. Qolgan to'lovlarni hech qanaqa foydasiz bo'lib to'lash imkoniyatiga egasiz. Eng zo'r avtomaktab Parvoz. Gap yo'q sizlarga.